Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Samarqandning Dinamo klubi o'z safiga so'nggi mavsumlarni Bunyodkorda o'tkazgan yarim himoyachi Rasul Yo'ldoshevni qo'shib oldi. 2026-yilgi mavsum oldidan seleksiya ishlarini davom ettirayotgan Dinamo jamoasi navbatdagi futbolchi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qiladi. O'tgan mavsumlarni Bunyodkor safida o'tkazib, 130 ta o'yinda maydonga tushgan Rasul Yo'ldoshev Dinamo jamoasi bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Vadim Abramov qo'l ostidagi o'yinlari bilan tanilgan 25 yoshli yarim himoyachi O'zbekiston o'smirlar 21 va Olimpiya jamoalarida ham to'p surgan. U o'tgan mavsum 27 ta o'yinda maydonga tushgan. Ishonamizki, Rasul Yo'ldoshev Samarqanddagi faoliyati orqali Dinamo bilan yangi marralarni zabt eta oladi. Turkiyaning Istanbul Başakşehir jamoasi safida O'zbekiston milliy terma jamoa a'zolari Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayevlar to'p tepmoqda. Futbolchilarning ushbu klubda olayotgan maoshi ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shomurodov haftasiga 24 ming euro maosh oladi va yil davomida 1,250 ming euro ishlab topadi. U Başakşehir jamoasida eng ko'p maosh oladigan 4-futbolchi hisoblanadi. Fayzullayevga esa haftasiga 10 ming euro to'lanadi. Yarim himoyachining yillik maoshi 560 ming euroni tashkil qiladi.